Surxondaryoda sanoat jadal rivojlanmoqda. 2026-yil 1-fevral holatiga ko'ra Surxondaryo viloyatida jami 3049 ta sanoat korxonasi faoliyat yuritmoqda. Bu esa hududda ishlab chiqarish kuchayib borayotganini, tadbirkorlik va iqtisodiy faollik tobora oshayotganini ko'rsatadi. Eng ko'p korxonalar quyidagi yo'nalishlarda ishlamoqda: qurilish materiallari ishlab chiqarish 757 ta, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish 682 ta, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish 275 ta, mebel ishlab chiqarish esa 217 ta. Mutaxassislar aytishicha, korxonalar sonining oshib borishi, yangi ish o'rinlari paydo bo'lishi, mahalliy ishlab chiqarish kengayishi va hudud iqtisodiyoti yanada faollashishiga xizmat qilmoqda. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rish uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.